bugun yarim yillikda erishilgan natijalar va yil yakunigacha qilayotgan ishlarni batafsil gaplashib olamiz. Yil boshidan iqtisodiyotimiz 8,5%, ga, sanoat 8%, xizmatlar 16,9%, qurilish 13,8%, qishloq xo'jaligi 4,7%, investitsiya 28 milliard dollarga, eksport 14,4 milliard dollarga yetdi. Nufuzli Fitch va Moody's xalqaro reyting agentliklari ham mamlakatimiz suveren kredit reytingini bir pog'onaga yaxshiladi. Lekin 40 millionli aholini hayotini yaxshilash uchun bizga 9-10% iqtisodiy o'sish zarur. Topshirig'imga ko'ra Hakimov, Abdullayev Mehriddin raqamli platformani ishga tushirdi. Endi g'alvirni ko'tarayotgan vaqt keldi. Yalpi hududiy mahsulot bo'yicha Zaripov 9,1%, amalda 8,8% bo'ldi. Abdurazzoqov va'da beruvdi 9%, amalda 8,3 bo'ldi. Ulug'bek Qosimov 8,1% bajarish kerak edi, 7,3% bo'ldi. Tursunov 7,6% bajaraman deb 6-7% bo'ldi. Agar bular ham mana shu va'dasini ustidan chiqqanda edi, raqamimiz mutlaqo boshqacha bo'lardi. Qurilish hajmi bo'yicha O'rinbayev prognozga nisbatan 93% bajardi. Mustafayev 91%, Boboyev 91% kafolat xatidagi ko'rsatishga chiqqanida edi. Bu ko'rsatishlarimiz ham boshqacha bo'lardi. Sizlar o'ylayapsizlar, aytadi, unutadi. Unutmayman hech qachon nazoratni. Investitsiyani Azimov o'tgan yilga nisbatan 24% kam. Yana Jizzax 14% ga, Zoir Mirzayev 14% ga o'tgan yildan oshirganida raqamlar butunlay boshqacha bo'lar edi. Nimaga va'da berasizlar? Nimaga yozasizlar undaqa? Agar meni ishongan hokimlarim aytgan gapni bajarmasa, kimdan so'rayman? Hozirgi global tebranish sharoitida qanchalik qiyin bo'lmasin, viloyat, tuman, shaharlarga tadbirkorlik va ijtimoiy infratuzilma loyihalari uchun mablag'larni ko'paytirib beryapmiz. Har bir vazir hokimni qilayotgan ishi nimadan ko'rinishi kerak? Odamlarning yashash madaniyatida sezilmasa, tadbirkorlarni og'irini yengil qilishga, faoliyatini kengaytirishga turtki bermasa, erishilgan har qanday natija faqat va faqat eski tizimdan illat bo'lib qolgan qog'ozdagi raqam bo'lib qoladi. Shuncha imkoniyat bo'la turib, oylik, choraklik, yil rejasini bajarmagan bironta vazir, hokim yoki tarmoq rahbarlari hech qanday ishlashga haqqi yo'q. Odamlar biznesni boshlab eksportga chiqishi uchun hamma sharoitni qilib beryapmiz. Yana nima qilsak biznesga yangi yo'llar ochiladi degan savol har bir rahbarni qiynash kerak. Masalan, hozir 51 ta vazirlik va idoralarda 322 ta yo'nalishda moliyaviy jarima qo'llash vakolati bor. Endi savol tug'iladi. Qaysi rahbar jarimalarni tadbirkorlar faoliyatiga ta'sirini o'rganyaptimi? Biz jarima solgan bilan uni ishlatmasdan qo'yganimiz bilan nechta odam ishsiz bo'layapti? Qancha eksport bo'lmayapti? Qancha ishlab chiqarish bo'lmayapti? Jarima solgan odamlar tushunadimi buni? Jarima qo'llanadigan tashkilot mas'ullarining ongi, dunyo qarashi o'zgarishi zarur. Ular birdaniga jazo qo'llashni emas, balki tadbirkorga imkoniyat berib, to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rganish zarur. Tashqi bozorda raqobat avjiga chiqayotgan paytida tannarxni 1% ga tushirishni o'zi bo'ladimi? Lekin ishlab chiqaruvchi va eksportchilar uchun to'lov va yig'imni kamaytirish bo'yicha kim taklif berdi? Yoki ko'plab tadbirkorlar ayrim mahsulot va xomashyoga qo'yilgan adolatsiz bojlar ishlab chiqarishdan ko'ra importni rag'batlantiryapti degan masalani ko'taryapti. Masalan, sanoat filtri importiga bosh 0%. Uni ishlab chiqarishga ketadigan 11 ta xomashyoga esa 30% gacha bosh qo'yilgan. U hech qachon 1-2 bo'lmaydi-ku bundaqada. Nima uchun Xadjayev, Po'latov, Mavlonov tadbirkorlarning eksport bo'yicha umidsiz qarzini hisobdan chiqarish masalasini tez-tez hal qilib bermaydi? Hozir 3 oydan 6 oygacha cho'zilyapti. Bir oydan keyin tadbirkorlar bilan bo'ladigan ochiq muloqotga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barcha vazir, tarmoq rahbarlariga topshiriq. Bir hafta ichida tizimidagi byurokratiyani qisqartirish, jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirish, biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha takliflarni administratsiyaga kiritsin, o'zim o'qiyman. Har bir taklifni birma-bir o'qib chiqaman, shunga qarab rahbarlarga bugungi siyosatimizni qanchalik tushunib yetganiga baho beraman. Birinchi chorak yakunida 13 ta tuman hokimi sanoat rejasiga chiqmagani, yana 15 ta tuman hokimi eksportni kamaytirgani uchun jazolangan edi.
Ko'pchilik hokimlar o'ziga xulosa qilib 6 oylik prognozni bajardi. Lekin Yangiobod sanoatda vaziyatni o'zgartira olmagan bo'lsa, 6 oy yakuni bilan G'ozg'on shahri, Muzrobod, Qiziriq, Oltariq ham o'sish tempini tushirib yubordi. Xuddi shunday Kaspiy, Denov, Toshkent tumani, Jizzax shahri hokimlari eksport bo'yicha o'zgarish qilmagan bo'lsa, Paxtaobod, Navoiy shahri, Jomboy, Toyloq, Bandixon, Mirzacho'l, Yozyovon, Bektemir tuman hokimlari ham tashqi bozorlarga chiqishda ishni susaytirib yubordi. Shuning uchun bosh vazir Aripov bugunning o'zida ushbu 17 ta tuman hokimining lavozimga loyiqligini ko'rib chiqsin. 9 oy yakunida o'zgarish bo'lmasa, viloyat hokimini shu masala bo'yicha o'rinbosarlari ham jazolanadi. Ayrim hududlarda import eksportdan tezroq o'sib boryapti. Qaysi hokim qo'liga qalam olib buni tahlil qilyapti? O'tgan yili import eksportga nisbatan Toshkent viloyatida 1.9 milliard dollarga, Samarqandda 1.4 milliard dollarga, Andijonda 866 million, Jizzaxda 792 million, Buxoroda 662 million dollarga ko'p bo'lgan. Mana Namangan misolida tahlil qildirdim. Viloyatdagi 4300 ta sanoat korxonasidan atiga 295 tasi mahsulotni eksport qilyapti. Viloyat sanoatida band bo'lgan ishchilarning 60%, sanoatdan soliq tushumining 42%, 575 milliard so'm ham ushbu 7% korxona hisobidan bo'layapti. Qudratov, Vahobov, Yusupaliyev, Jumanazarov, O'runov, Abdurazzoqov tuman hokimlari nega qolgan 4005 ta korxonaning mahsulotiga bozor topish, standart va sertifikatni hal qilishni o'ylamaydi? Ushbu rahbarlarning birontasi kabinetda o'tirishga haqqi yo'q. Namanganga borib eksportni oshirish bo'yicha bir haftalik tizim qiladi. So'nggi 3 yilda eksportbop mahsulot chiqarayotgan 509 ta yangi quvvatlar ishga tushgan. Ushbu korxonalarning 208 tasi haligacha eksportga chiqmagan. Qudratov, Vahobov, O'runov, Jumanazarov, Yusupaliyev hokimlar bu korxonalarga borib nega yordam bermaydi? Hech bo'lmaganda 30-40% mahsulotini eksportga chiqarsa, yana kamida 1,5-2 milliard dollar valyuta tushardi-ku O'zbekiston bankiga. Yil boshidan buni 47 ta maxsus iqtisodiy zonadan 29 tasi umuman eksport qilmagan. Xadjayev, Qudratov, Ishmetov, O'runov, Jumanazarov, Yusupaliyev, Mahkamov, Mavlonov ertadan tezkor brigadalar tashkil qilib 208 ta korxona va 29 ta maxsus iqtisodiy zonaga yuborib, ushbu rahbarlar tezkor brigadalar bilan har kuni gaplashib, korxonalarning masalasini tez yechib beradigan tizim tashkil qilib berasan Xadjayev. Milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizim qilganimiz uchun ularning soni oshib boryapti. 2 yilda milliy brendlar uchun 15,5 milliard so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Bugungi kunda o'z brendini ro'yxatdan o'tkazgan 309 ta mahalliy korxonani 3 dan biri haligacha mahsulotni eksportga chiqarmagan. Nima uchun buni aytayapman? Chunki brend yaratgan tadbirkorlar sifat, narx va kafolat bo'yicha qattiq ishlab ichki bozorda ishonch qozonishiga erishgan. Bularga salgina ko'mak berilsa, tashqi bozorda ham yo'lni topib ketadi. Bular bozorni hidini bilgan odamlar, bozor bilan raqobatbardosh bo'lgan noyob tadbirkorlar. Qudratov, Vahobov, To'raxo'jayev, Jumanazarov, O'runov brendlarini nafaqat eksport, balki ichki bozordagi himoyachisi ham bo'lishlari zarur. Tadbirkorlar ayrim import mahsulotlar demping narxida yoki kontrafakt sifatida kirib kelayotgani uchun raqobat buzilyapti deb aytayapti. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari sohasi vakillari ham shu masalalarni ko'taryapti. Xadjayev, Qudratov, Baxtiyor Haydarov, Toshqulov, To'raxo'jayev, Mavlonov, Jumanazarov, Vahobov 2 haftada mahalliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dastur ishlab chiqib, kerak bo'lsa yangi qaror taklifini bersin. Iqtisodiy barqarorlik uchun eng muhim masala inflyatsiya, yana bir marta inflyatsiya deb bekorga aytganim yo'q. Inflyatsiya nima degani deb jaydari tilda aytaman. Kam ta'minlangan oilaga qo'shimcha soliq deyman men. Qo'chqorov, Ishmetov viloyat hokimlariga bozorda tovar va xizmatlar taklifini ko'paytirib, inflyatsiyani jilovlash bo'yicha topshiriq berganman. Viloyat hokimlari yanvar-iyunda inflyatsiyani 3% dan oshirmaslikka va'da bergan edi. Lekin Turdimovdan boshqa bironta viloyat hokimi buni uddasidan chiqmagan. Iste'mol narxlari Samarqand, Qashqadaryoda 3.6%, Xorazmda 3.5%, Farg'ona, Jizzax, Navoiyda 3.4% ga oshdi. Mana hokimlarga yozgan xatlaring. Sizlar yozishdan oldin tahlil qilsalaring bo'lmaydimi? O'rnak bo'lsalaring bo'lmaydimi viloyat hokimlari?
Agar bu inflyatsiyani bunday jilovlamasak, ertaga bozor nima bo'ladi? Odamlar oyligi qayoqqa ketadi? Odamlar qachon rozi bo'ladi bizdan? Aprel-iyulda go'sht narxi 6-8% ga o'sdi. Qo'chqorov Abdurahmonov hokimlar 1-avgustgacha import go'shtni samolyotda tashish xarajatlarini qoplashni so'ragani uchun bunga rozilik berganman. Ushbu maqsadlar uchun 300 milliard so'm ajratdik. Qaysi hokim tadbirkorim bilan chetdan go'sht olib keldim deb ayta oladi? Afsuski bunga ijobiy javob yo'q. Chorvaga mas'ullar, viloyat, tuman hokimlari shu paytgacha bizda 14,5 million bosh qoramol, 24,5 million bosh qo'y echki bor deb ishonib yurgan. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunida hammasi ochiq oydin ko'rindi. Qoramol soni 2,5 million boshga, qo'y va echki 1,5 million boshga kam chiqdi. Endi savol: qaysi viloyat, tuman hokimi bu raqamlarni qo'liga olib o'rgandi? O'rnini qachon, qayerdan to'ldirishni hisob-kitob qildi? Birgina misol: Qashqadaryoda qoramollar soni 171 ming boshga, qo'y va echki 288 ming boshga kam. Bu bitta viloyat hisobidan bozorga 50 ming tonna go'sht, 120 million litr sut chiqmaydi degani. Narxul Ochilov Nodir, Markaziy bank raisi, Bo'tayev hokimlarga topshiriq: 1-avgustgacha go'sht balansini viloyat kesimida to'liq qayta ko'rib chiqsin. Qachon qaysi davlatdan qancha go'sht olib kelish bo'yicha kalendar qilib, tadbirkorlar bilan amaliy ishga kirishsin. Buning uchun go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytirib beriladi.